Sizlar shu ishlarni tugatib bo'lib, somonni ham bosib berasizlar-a. Sizlarga ish qilasiz-ku. Ikkita qolasiz, shuni tomga bosib berasizlar-a. Sizlar 3 kishisilar. Men sizlarni qiynalaman-da o'zim. Tuvaletingizni ham tozalab beraveramiz. Labi, nima dedingiz? Yo'q, shitma deganim yo'q. Mana usta uyda egasi injiq bo'lgani bilan saxiy ko'ngli ochiq o'xshayapti. Suv bilan torib olib keltiraymi? Gapga ustamanu. Tog'a, ha bu kunamiz isib ketdi. Og'zida qurib ketyapti. Bo'ldi, men siz tushundim. Muzday toruz bilan 2 xil 3 xil suv olib kelaman. Muzday suv olib kelaman. Ha, nima? Ayron ham qo'shib oling. Bo'ldi. Ayron ham qo'shib olaman. Bo'ldi, tushunadi. Rahmat. Tog'a endi tanasini aytib qo'yay dedim. Men to'g'risi makaron yemayman. Ko'proq osh qilasiz. Iloji bo'lsa, bosma, ozgina 400 gram go'sht solib bosma qilsangiz, maza qilib yeb olamiz. Shuni aytib qo'yay dedim. Bo'ldi, muammosi yo'q. Qara kamchiliklar bo'lsa aytavering. Usta oling. Gaplashib qo'ydim, sergapligim foyda beradi-da. Ishimizni oxirigacha shunaqa ziyofat bo'ladi. To'g'ri, osh, makaron umuman qilinmaydi. Gap ustaligi uchun dogovorda ham o'zing qilding-da. Malades, olashdan. Tog'a mana ishlar tugatdi. Endi g'ishtga o'tyapti. Betonni pulini rashod qilsangiz, g'ishtni inshaalloh ertadan boshlaymiz. Bo'ldi, mana 350 ming qarz bo'lib qolibsizlar. Ham ishlab qarz olib olamizmi? Ha, o'zi ham ish bitguncha yemagan narsalar ham qolmadi. O'zingiz aytgansiz dogovorda, hamma o'zimdan eslab ko'ring-da. Ko'ngil to'q qiling. Hamma o'zimizdan. Kelishdingmi tog'a? Ajoyib ekansizlar. Bo'ldi, kelishdik. Sheringlarga nima deyman endi? Yeb qo'yibmiz-ku.